Toshkentda BYD, Nexia 3 va Cobalt mashinalari ishtirokida avariya yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda BYD rulida 17 yoshli bola bo'lgani va yo'l transport hodisasidan so'ng qochib ketgani aytilgan videolar tarqaldi. Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra, mazkur hodisa 7-yanvar kuni Sergeli tumanida yuz bergan. Ma'lum qilinishicha, BYDni boshqargan yigitning haydovchilik guvohnomasi ham, mashinani boshqarish ko'nikmasi ham bo'lmagan. U svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib o'tgan. Shundan so'ng avvaliga ikkinchi darajali yo'ldan orqaga qayrilayotgan Nexia 3, keyin esa to'xtab turgan Cobaltga borib urilgan. Ta'kidlanishicha, BYD haydovchisi hodisadan so'ng sarosimaga tushib qolgan. U biroz harakatlanib, so'ng to'xtagan. Lekin yo'l transport hodisasi joyini tashlab ketmagani ma'lum qilindi. Hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagani, hozirda surishtiruv harakatlari olib borilayotgani aytilmoqda.